Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolasa sizlar uchun Toshkent viloyati Nurafshon shahri Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Sada ko'chasida arzon uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Hamma holat zo'r. Mana yangi mahalla ko'rishingiz mumkin. Betlar jiloy mahalla, buzilish, qurilish, sunosiy hech nimaga tushmagan. Yangi mahalla maqomi berilib, yangi mahalla barpo bo'lgan joylar xudo xolasa. Mana shu mahalladan ikkita mahalla nariroqda o'zim ham yashayman. Biz taraflar zo'r. Gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Sharoitlar zo'r. Kelasizlar, maza qilib yashaysizlar. 1,5 sotik, 1,6, uzog'i 1,7 sotik chiqsa kerak. Boshlang'ich narxi 24 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. O'tib kelishtirib beraman deyapti. Tayyor uy-joy mana. Bunaqasiga hisoblab chiqdi, 22 metr chiqdi. Eniga 8 metr. Bo'yiga 22 metr. Shunda 1,6, 1,7 sotik bo'lyapti. Kelasizlar, ko'rasizlar, gaplashasizlar. Shunda chiqsanglar, bog'cha, maktab, magazin, masjid, korxona, tashkilotlar hamma narsa bor. Turgan joyimizdan Qo'yliqqacha 20 kilometr. Food Citygacha 16 kilometr uzoqlikda turamiz. Mana shu xonadonimiz, mana ko'ringlar. Mana shu xonadonni mana keng yarmi. Mana shu yerdan sotib olyapti. Mana shu yerdan bu taraf sotib olyapti. Mana shu to'g'ri kesib olasizlar. Xonadonidan 4 sotikli uy-joydan yarmi sotilyapti. Devorni o'zingizlar urib olasizlar. Ikkita qo'shnining o'rtasiga endi kelishasizlar. Devor urib olasizlar. Darvoza qaysi tarafdan bo'ladi deganlarga mana darvozani ko'rsatamiz. Keling. Mana darvozani menimcha darvoza qilasizlar. Mana shu tarafga. Xohlanglar bu tarafga, xullas mana shu tarafdan darvoza qilasizlar-da. Mahmud yo'l, mahallani yo'li mana to'g'ri ko'ryapsizlar, to'g'ri kelgan. Mana bu keyingi mahalla o'tib ketadigan yo'l. Mana masjidga bitta darvoza qilasizlar. Darvozani qo'yib olasizlar. 24 ming dollar so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. O'zim ham shu ikkita mahalla nariroqda turaman. Sharoitlar zo'r betlarda. Mamtda 32-maktab, nariyoqda Nurafshon City, Prezident maktabi, sharoitlar zo'r. Faqat puliga kelishsanglar bo'ldi. Kadastr notariusga tayyor, kelib ko'rib gaplashib olaverasizlar. Sotilayotgan sababi mablag' zarur pul kerakligidan sotilyapti. Endi xonadonga kiramiz. Mana gazli sho'tchiklar o'rnatilgan, ko'ringlar, gazlar kirgan, muammo emas. Bu yerda mana elektr energiyani sho'tchiga mana hamma shart-sharoit zo'r. Xos suvlarni ham hammasini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kelaverasiz. Mana shu xonadon. Mana xonadon. Mana shu devorni burchagidan, mana shu burchakdan to'g'ri oxirigacha mana devor urasizlar. Bu taraf sizlarniki. Boya aytganimdek, mana bu tarafga biron bir joyga darvoza qo'yib olasizlar mana. Darvozaxona bo'ladi. Bu yoqda bir xona mana katta tayyor uyi bor. Mana buni qaranglar, mana suvni. Ichimlik suvdan muammo yo'q mana. Ko'rib olinglar. Mamtda yana bitta xonaga mana katta fundament qo'yilgan, ko'ringlar. Mana bunaqa chiroyli qilib g'ishlat terib ustiga olib qo'yilgan. Mamtda mana oshxona, mebel, jihoz bilan puliga kelishsanglar, xudo xolasa qoladi. Kelishinglarga bog'liq. Mana bu yoqda mana bunaqa o'choqlar qilib qo'yilgan mana. Qaranglar qanaqa chiroyli. 24 ming dollar tayyor uy-joy. Yana ozgina kelishtirib o'tib beraman deyapti. Mana xonadoni. Ko'rishinglar mumkin. Xonadon ham katta mana. Tepalarni ko'rsatib oling, mana patologlar, teglari, mana pollar, hammasi zo'r. Tayyor uy-joy. Kattaligini qaranglar buni. Mana
bemalol yashaysizlar. 1,5 sotikdan oshiq 24 ming dollar so'ralyapti. Yana o'tadigan kelishadigan joyi bor. Toshkent viloyati Nurafshon shahri Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Sada ko'chasi. 93-uy bo'lish kerak. 93 menimcha. Mashina kirmaydi. Mashinani olib qo'yadi. Yana mashina ham bonus kamidi. Kommentariyada yozadiganlar bor. Yo'q, mashina kirmaydi. Mana bu yoqlarini atrof to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan ko'rishingiz mumkin. Mana sotilayotgan sababi endi mablag' zarur, pul kerakligidan sotilyapti. Mana masjiddan to'g'ri bu yoqqa qarab devor urasizlar. Mana shunda bu tarafi mana. Mana bu tarafga shunda darvoza tushyapti. Darvozaxona bo'lyapti. Orqa tarafni ko'rsatdim, ko'cha. Uzun mahallani ko'chasi. Xullas shunaqa sharoit zo'r. Kadastri hammasi zo'r holatda. O'zlarining nomida. Hamki mana fundamentni qo'yib qo'yganlar ekan. Keylarini mana podvalli qilib, zinalar qilib fundamentlar qo'yib qo'ygan. Uni tegi podval bo'lar ekan. Tayyor mana. Yana bitta xonaga mana ko'tarib yopib forsanglar bo'ladi. Xudo xolasa. Like, podpiska esingizdan chiqmasin, joninglar sog' bo'lsin. Pastdagi raqamlar to'g'ridan-to'g'ri uy-joy xonadon egasiniki. Hamisha xizmatinglardamiz. Tepadagi raqamlar o'zimniki. Xizmatinglarda Temir Karvon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa arzon uy-joylarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'lasiz.